alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Chingvang nomli romanining davomini anglatamiz. Allah Taala'nın berkatida yurtimiz aman, ittifoq, xalqimiz bayashab yashayapti. Xalqlar, olvan siliq to'la, tökey desem aşım yok. Bu siliqni tökmesden tiriklikte başım yok deb ingrab yuruydi. Şunu səminglarga sep qo'yayki, har qanday bir ish boshqaruvchining millatiga qaramay, qilgan ishiga qarash kerak. Hammada niyat xolis, pok bo'lish kerak. Hey aka, ishkimiz o'xshashli bo'ra bo'rini yemaydi. Aman xalqqa odillik qilganimiz tuzuk. Chunki odillik zo'rliqdan ustun turadi. Barsan, bir bisib, tomchi suvdek ayrılıb, munchumu, bağrın qatarmu, bakmadın bir qayrilib. Mehribano maxsus bezalgan mabiga o'ltirdi. Xalsat Hekimbey milqidan xillangan 20 otni oldirib kelib, egar jobtuqlarini o'xshash yositib, 20 palvonga o'xshash kiyim kiydirib, muhofazachilikka qo'ydi. To'y ko'chirib mangochilar Xudoning yaxshi kunlaridan biri bo'lgan chorshanba kuni atdiganda yo'lga chiqishdi. Ularning Köre darvozasiga yig'ilgan nurg'un eli xalqi uzitib qo'ydi. Mehribonuning yaxshi fazilatlari elga ayon bo'lg'achqa, xalqning ko'pi ko'z yeshib qolishdi. Uning omonligi uchun chashqular chashdi. Mehribonuning ko'yida yurgan elining man degan yigitlari ko'ngil arkida hasrat chekishdi. Yoz iyi boshlangan bu kunlar yo'l yurishga xeyli qulaylik edi. Yomg'ir yoki judun chopqinmi bo'lmadi. Yo'l bo'ylari yeshillikqa, tog' usti va tog' bag'rillari tog' gullariga purkangan edi. Manzil uzun bo'lsa-mu, harvalar puxta, otlari teman bo'lg'achqa ancha mushaqqat ko'rilmadi. Ular odam bor yezi kentlardan o'tganda qiyri yosh hammaylan Mehribonuning oldiga chiqib, uning omonligi uchun chashqular chashdi. Non, go'sh, usulliqlarni tizib, ularning holidan xabar elishdi. Talkining dovunidan pastga qarab manganda qosh qaraygan chaq bo'ldi. Chiroqlari yiqildi. Tayyorlik uchun oldin ketganlar sayram bo'yiga chidir bargoh qurib, bu yerda bir kecha orom elib, atsi yo'lga chiqmoqchi bo'lishgan edi. Tog'ning salkin shamoli ko'ngilga orom beradi. Tog' orsidagi yiqili bir joydan yiqimliq bir naqsha ovozi ko'tarildi. Bu hasrat nadomatda yuraklari pori bo'lgan bir yigitning mung zori edi. Talkining dovunidan itingni qamchilab o'tdim. Gapingmi yo'q, so'zingmi yo'q, yurakka o't silib o'tdim. Oldida ketayotgan harvalarning birida o'ltirgan salobatli bir kishi osta pichirlab shundoq deydi. Muhabbat mastonlari masjiddan yeshilganda o'zining cho'lda qolganligini sezdi. Buning azobi hammadan yomon. U kishining yenida o'ltirgan To'g'liq To'mirxon avlodlaridan bo'lgan g'ururi bu gapni anglab qilib mundoq deydi. Muhabbatli ko'ngilni hargiz zedi qilmaslik kerak. Zedi qilish nomardlikdir. Kishi judolik dashtini 100 yil kezib, bir qitim yorining visoliga yetsa, tortgan jafo mushaqqatlari ko'ziga ko'rinmaydi. Arvada o'ltirganlar bu jimjit elib berilgan munoziraga qiziqib qoldi. Hammasi quloqlarini din qilib, bu olimlar yana nimalar deyishadigan deb ularga qarashdi. Naqsha yana ko'tarildi.
Borsan bir bisib, tomchi suvdak ayrilib. Munchimu bag'ring qatarmu, boqmiding bir qayrilib. Bu ovoz Mehribonga tonishdek bilindi. Yenidagi Bibi Sora allaqachon bilib bo'lgan edi. Mehribonu diqqatli bo'lib, nafsining aynikiga tortilgan pardani qayirib atrofga qaradi. Talki teg'ining etaklariga yeyilib, shig'ritmalada aks etgan kunning qizdirg'ish nurlari allaqachon yo'qolib, gugum qo'yni quchoq ochgan edi. Mehribonuning birdilli o'kkisi og'ziga tiqilgandek bo'lib qoldi. Gerçi Ömercan Mehribonudan nihoyatda tuvan o'rinda tursimu, shu topda uning yurak tuyg'usi uni o'zidan necha hasi ustun, hatto go'zal qilib atgan edi. Uning ko'ngli beoromlikqa to'ldi. Do'stining kayfiyatini bilgan Bibi Sora, "Sob muhabbat qadrlikdir" deb uning yurgiga texmo o't yoqdi. "Gapingmi yo'q, so'zingmi yo'q, yurakka o't silib o'tdim." Ras. Mehribonu nechirat olmaliq bog'da Ömercan bilan uchrashgan edi. Ömercan bog'ga suv tashlaganda Mehribonu bog' ichida sayl qilib yuratdi. Ömercanning o'tliq ko'zlari Mehribonuning yolqinlik qalbiga tikilgan edi. Shuningdan keyin Mehribonu talay kunlargacha o'z bag'rida lovuldab turgan o'tda kuyib yurdi. Ular ikkinchi qitim yana shu bog'da uchrashganda o'z ara salomlashdi. Ömercan o'zini tanishtirdi. Ömercan Gungbaglar o'rdisining bog'lariga qaraydigan yilliqchining o'g'li edi. U xushxuy, qomatlik, jug'dun turqi bilan birdala Mehribonuni o'ziga jalb qilib oldi. Lekin ularning uzoqcha so'zlashish, pat-pat uchrashish imkoniyati yo'q edi. Shu bir necha qitimliq uchrashishmi bir mahal Gungbaglar o'rdisiga yeyilib, boshqalarning og'ziga chiqib qolgan edi. Buni anglagan Sumanxon qizini vaz nasihatga ko'mibdi. Bu bir nomahramlik. Bo'yiga yetgan qizlar o'g'illar bilan parang silishsa, shariat ravo ko'rmaydi. Onasining so'zi Mehribonuni qoymoqtirib qo'ygan edi. U o'zini xato qilibman deb aybladi. Lekin qalbidagi yolqin texi pasaymagan edi. Ular sayram bo'yidagi chimanlikka chidir tikib, bugun kechini mushi manziralik oy dalida o'tkazdi. Otlarni o'tloqqa qo'yib berib, hammasi o'z oromgohlarini egilganda, Mehribonu asta chiqib, sayram bo'yidagi qo'ramtosh ustida o'ltirib, sayram ko'lining supsuzik tiniq rangiga qarag'inicha xiyol surdi. To'lg'an oyning shu'lasi ko'l ustida javlon qilatdi. Ko'lning sho'rliq suyi necha ming yillik uyqudan texo uyg'onmagandek tep-tinch edi. Mehribonuning xiyollari sayram ko'lida bakrak cho'nqurlashib ketdi. Odam degan o'z ixtiyorligi bilan ish qilishi kerak-ku. Odamning orzu-armonlari o'z ilkida qarorini topmasa, bu jahonning hozir halovati nada qoladi? Jahon odamga, odam jahonga yuk bo'lib qolmamdi. U kura darvozasidan chiqish oldida turganda, bir to'p otliq yigitlar duburlab kelib, ularni oylanib o'tdi, ham ularning orasidan Nusratbay mas holatda otdan tushib, Mehribonuning nafsining yenida turib, "Tangsiz jahon, singlimni mendan ayirib etdi. Holzat degan munofiq singlimni qumul vang'iga mansab, obro'yini ko'zlab berib etdi. Odam bu kunlarga qandoq chidaydi?" deb g'ovg'a ko'targan edi. Mehribonu shularni o'ylab ko'ngli yerim bo'ldi. U aksining qilganlarini haq deb biladi. Shunga aksining ko'yimchanligidan, mehribonligidan suyungan edi.
Mana endi yilqi naqshi bilan Umarjon va oksining obrazi ko'z oldiga kelib olib, Mehribononi tugumas g'am andishiga mubtalo qildi. Shunga uning ko'zlaridan yomg'irdak yoshlar to'kilmaydi. Bu chaqda birdilla otliq muhofazachilar Sayramning yuqori tarafiga do'ppirlashib, ot choptirib ketishdi. Hammaylan nemish bo'lganda deb hayron bo'lib turishiga, Sayram ko'lidan go'yo bo'ron chiqqandek bir ovoz keldi-da, ko'l suvi choy qilib davolg'ib ketgandek bo'ldi. Hatto suv qirg'oqqa shiddat bilan urilib, Mehribon o'g'imi chachirgandek bilinib ketdi. Mehribon ko'lga qarab hayron bo'lib turardi. Birdilla suvdan bir narsa beshini chiqargandek bo'ldi. Uning bosh tarpi chechini siypab tarab olgan qizga, oyoq tarpi beliqqa o'xshaydi. Beshi odamga teni beliqqa o'xshaydigan bu maxluq butun ko'lni egilib turgandek ko'rinadi. U beshini ikki qitim suvdan chiqarib, silkinib yana suv ichiga sho'ng'ib ketdi. Shuningdan keyin suvning to'lqini asta-asta pasayib, ko'lning usti tep-tinch bo'lib qoldi. Mehribononing yenidagi qizlar ko'lga qaraganicha lom-jim demay turardi. Mehribono Alloh taoloning karomati nima degan ko'p deb qo'ydi va birdilla teniga vahima o'lashgandek bo'lib chedirga kirib ketdi. Chedirning teshida yana otlarning do'ppirlishi anglanib to'xtadi. Sirtdagi kishilarning gap so'zlari chedir ichiga unlik anglanadi. Kaynimizdan bir to'p otiqlar kelayotgan ekan. Nusratbekning hamrohlarimikin deb basak, kiyinishlari o'xshamaydi. Ular beshiga to'psi oq, qari qirg'oqliq maliqay, ustiga oq ko'ngla kiyib, qari poti bog'labdi. Xonchilarmi, taranchilarmi belgili bo'lmaydi. Ular bizning qo'g'lab kelayotganligimizni bildi-da, oradan birining qaytayli degan buyruqi bilan otlarning beshini kayniga burab, shundoq tez chopdiki, birdamdala kansay ichida g'oyib bo'ldi. Birdam turib atrofni ko'zitib boqdik, lekin hech qayoqdan biror shapi bo'lmadi. Shuning bilan qaytib keldik. Bu gaplarni anglab o'ltirgan Mehribononing ko'ngli dilg'ul bo'lib levini tishlab qo'ydi. Birdamdala chedir atrofiga nurg'un odamlar yig'ilib ketdi. Bularning ichidagi mo'ysipit g'ururi chedirning eshigi oldida turib so'radi. Qizlar yugurgunicha chedirga kirib ketdi. Ular bir narsadan qo'rqib ketdimikan deyishidi. Zodi nim bo'ldi? Ko'ldan bir maxluq chiqdi. Uning beshi odamga teni beliqqa o'xshaydi ekan. Ikki qitim beshini suvdan chiqarib, ko'zlari yana g'oyib bo'ldi. Parvardigor, bu nemish endi? Hey, siz xato ko'rib qolmagansiz, ha? Yeningizda biror bormidi? Ha, mana bu qizlarmi bor edi. Sizlarmi ko'rdinglar-ku, ha? Rostli biz diqqat qilmabdimiz. Ko'lning suvi ozroq davolg'ugandek qildi, lekin undaq maxluqni ko'rmadik. Ozroq shamol chiqqandek bo'ldi, lekin ko'l tarafda hech qanday shapini sezmadik-ku. Hay, men nima bo'lgandiman? Yo'q, rostli shundoq ko'rindi. Tag'a o'z ko'zim bilan ko'rdim. Heliqi maxluqning ko'zlari beliqning ko'zidek teshig'i pultiyib chiqibdi. Ko'zlari yashang'irab turganda qiladi. Peshonasidan orqaga taralgan chochlari butun ko'lni egilib turgandek ko'rindi. Hey, bu qandoq gap bo'ldi, qizim? To'xtab turing, ha? Siz ko'l bo'yiga borganda bu ko'lning paydo bo'lish tarixi haqidagi Chiman bilan Sidiqning rivoyatini o'ylaganmi ya? Ha, rost, shuni o'ylagandim. Mana shu gap. Demak, Chimanning ruhi sizga ko'rinibdi. U sizga madad bergay, qizim. Ular cho'lpon yo'rg'icha uxlamadi. Chedir bargohlarini yig'ishtirib, yo'l tayyorligini qilishdi. Qiz ko'chirib manganlar Turpan o'ymonligiga yetib kelganda, Turpan va'nga odam avatib 30 chaqirim yiroqlikdan Mehribononi kutib oldi. Mehribono oradagi tuqqandarchilik munosabati bilan Turpan va'ngi va og'ichi xinimlarning alohida e'tiboriga erishdi. Ular Turpan lükchunda 3 kun orom oldi. Ot uloqlar, odamlar charchab, ozuq tuliklarni bir yerga berib qolgan edi. Bu 3 kun ichida Mehribono xinim va uning hamrohlari alohida kutib olindi.
qo'y, kalalar so'yilib, cho'ng ziyofatlar berildi. Mehribonuning oldiga katta sovg'a salomlar qo'yildi. Mehribonu Turpanga yetib kelgan kuni o'z ajdodlarining qabrisini yo'qlab, ularning ruhiga duo tilovat qilib o'tishni iltimos qilgan edi, lekin yenidagi pay, o'limalar, xinim, og'ichilar buningga ruxsat qilmadi. Texi yüz ichilmagan qizning to'y tatib ketayotganda undaq yerlarda yurishi salbiyab. Eng yaxshisi, erlardan bir nechasi berib, gungvanglarimizning tuproq pishini yo'qlab, ularning ruhiga duo tilovat qilib kelsin. Shu kuni tushdan keyinla g'ururiy boshchiligida bir harbiy kishi Musa Gungning munariga qarab yo'lga chiqdi. G'ururiy bu ishlarni yo'lda kelib o'tibla o'ylab qolgan edi. U Turpandan iborat bu qadimiy izlarni ko'rib o'tishni hammadan bakrak orzu qiladi. Ular avval buningdan 100 yillar ilgari silingan Musa Gung munariga keldi. Bu Turpanning sharqi tarafiga silingan munar va madrasa bo'lib, buni Turpan vangi Musa Vang dadasi Emin Vangni rozi qilish uchun soldirgan edi. Munarning egizligi 44 metr bo'lib, 74 palampaylik edi. Bu yerga Elida Gung, Bay Vang bo'lib o'tgan Emin Vang, uning o'g'li Musa Gung, uning o'g'li Oransip Gung, uning o'g'li Malikizot Gunglarning meti Elidan elib kelinib dafn qilingan edi. Ular oldi bilan Munarning yeniga silingan madrasaga kirib, digar namozi o'tdi. Ondan hammasi bu yerga dafn qilingan Gung Vanglarning ruhiga atab duo qildi. Keyin ular madrasa ham Munarni oylanib ko'rib chiqishdi. Atsi ular yana o'rdining xos xizmatchilarining hamrohligida o'z vaqtida Uyg'ur xalqining poytaxti bo'lgan Idiqut shahrining xarobalarını ko'rdi. U chaqlarda bu xonlik Beshbaliq va Qujuni markaz qilib qurilgan bo'lib, Donxuangdan shimoliy Tangri tog'larigacha, Kucha va janubiy Udungacha bo'lgan kang siminni o'z ichiga olgan edi. Ular yana Daqyanus qadimiy shahri xarobalarini, Yorg'uldagi 9-asrdagi Uyg'ur davlatining madaniyat ma'rif markazi bo'lgan qadimiy shahar xarobasi Qorg'o'ja shahrini ko'rdi. Ular u yerdagi nihoyat mohirlik bilan qo'llangan qadimiy yer osti turma va zindonlarni ko'rib hayron qolishdi. Yemak-ichmak, o't-bo'g'izlar tayyor qilinib, harvalarga besildi. Mehribonu va uning hamrohlari hashamatlik uzutish bilan yo'lga chiqishdi. Ular Turpan shahrining mahallalarga tutash buk baraqsan uzum baranglari qo'rshab turgan yezilardan o'tdi. Bu bir uzum makoni. Bu makonda uzum chiqqili nihoyat uzoq zamonlar bo'lgan. Rivoyatlardan qaraganda Alloh taolo uzum urqini avval to'yiq chechibdi ekan. Shundan keyin boshqa joylarga taralgan deyishidi. Bu rivoyatdan qaraganda o'zimning bu makonda paydo bo'lganiga Odam alayhissalom bilan Havvo onaning jannatdan yer yuziga qo'g'langanligidan salla keyin deb aytishga bo'ladi. Harvalarda o'ltirganlar kulishib ketdi. G'ururiy rivoyatlarga o'z tasavvurini qo'shib so'zlasimu kishilarga go'yo rostakli tuyuladi. Ular pakar uzum baranglari chirmab turgan bog'lardan o'tib, Idiqut tog'lari bo'yidagi kang sayliqqa tushdi. Bu yerda tog' bag'ridan qator qo'langan karizlar ko'rindi. Buni yana G'ururiy tushuntirib shundoq dedi. Mana bu karizlar nihoyat uzoq tarixga ega bo'lib, bu aslida yer shaklining o'zgarishi bilan ko'milib qolgan buloq va quduqlarni ko'lashdan paydo bo'lgan. Nurg'ulg'an quduqlarni bir-biriga ulab qazgandan keyin bir-birining suyi biriga qo'shilib, suyi to'liq bir eqin hosil bo'lib, oxiri suv yuqoriga o'rlab chiqadi. Bu karizlarning paydo bo'lganiga oz mo'lcharlagandimi 2000 yildan oshgan bo'lishi mumkin. Rost degandek, bu Uyg'ur xalqi yaratgan bir mo'jiza. Mana mushu kariz suyi bilan suyi qiz, kilimati issiq
qurg'oq bo'lgan turpan o'ymaligi gullangan. Ediqut bag'ridagi qoqasliqlar chimanliklarga, bog'u bo'stonlarga, munbat etislarga aylangan edi. Qumul shahridan tortib To'g'uchi, Ostona, Sumqog'i qatorliq shaharlarning ko'chalari ratlanib, yo'llar tuzlanib, pokiza tozlangan. Uylar, qo'ylilarmi boshqacha tusga kirgan edi. Kishilar qiz ko'chirib kelayotganlarning yiqilib qolganligini anglab, pokiza kiyimlarini kiyishib, cho'ng yo'lga chiqib, sevat-sevatlab yangi pishgan o'riklarni qator tizishib, yo'g'on qapoqlardan suluqlarni ko'tirishib kelib, Mehribonu xonimni qarshi oladiganligini chin ko'nglidan bildirishdi. Qumul o'rdisimi nihoyatda chiroyli tusga kirdi. Fuqarodan beglargacha, xonimlardan odatdagi ayollargacha katta yasinib to'yni kutib olishga tayyorlik qilishdi. Pichandan otliq mangdirilgan xabarchi bir kun burun xabar elib kelgashga, Qumul vang'ining odamlari 30 chaqirim yiroqlikdagi tusqiga berib, to'y tartib kelayotganlarni kutib oldi. Qumul shahrida bir kun burun chilinishga boshlagan nag'ra amdi toza avjiga ko'tarildi. Mehribano Vang ordisining xos hujralarining biriga elib kirildi. Uyning ichi katta bezalgan edi. Oltin sang tarafga qaratilgan üstü yumaloq, uzun ketgan panjaraga yeshil ipak raxtdan parda tortilgan. Bir tarafga usti yog'ochining qo'lidan chiqqan naqshlik yumshoq karavot qo'yilib, ustiga gullik ipak adyol yepilgan. Yana bir tarafga yong'oq yog'ochidan yasalgan yumshoq sapolar, oyoq tarafga jahozisi naqshlangan yo'g'on bo'y aynak qo'yilgan. Eshikka chilon rang maxmal parda tortilgan edi. Tam oyuqlariga oltin, kumushdan ishlangan parpur qachilar tizilgan. Ishkarga uydagi konga xotanning ang esil gilamlari silinib, tamga zadavol tortilgan edi. To'rt tarafdagi tam oyuqlariga ta'tilla, kimxab, duxobi yutgan ko'rpalar yig'ilgan. Mangda tamga uzun osti tarafi naqshlangan jo'zi qo'yilgan. Bu yotoq uyi edi. U uyning mangda temidan ko'rinib turgan maxmal parda tortilgan eshikdan ichkari kirsa, ichki eg'iz uydan tarkib topgan bir kishilik muncha bor edi. Bebi Sara bir muncha qizlarni boshlab Mehribonuning hujrasiga kirdi. Qolgan mehmonlar oldin tayyorlab qo'yilgan uylarga o'rinlashtirildi. Mehmonlarga mazalik hordiq oshlari tortildi. Bu to'yning ayollar ishiga muakkil qilingan Xushnabonu oppoq bilan Minis oppoqlar oldin kirib, Mehribonudan ahvol so'rashdi. Xushnabonu oppoq o'rdining cho'ng tayjisi Tojiddin tayjining ayoli bo'lib, egiz bo'yliq, oq yuzlik, firoza ko'z, xushxo'y, yiqimliq ayol edi. Minis oppoq bo'lsa, Vangning avri ufkisi Suvurbegning ayoli bo'lib, bo'yi pakar, simiz, bo'yni kalta, burni yo'g'on, qoshlari kang, yuzi tovoqdek. Uni g'orong-g'urung chiqadigan ayol edi. Bu ikki ayolning mijozi bir-biriga tubdan o'xshamisimu, Xushnabonu oppoqning ko'ngli ko'ksi kang bo'lg'achqala bir-biri bilan chiqishib yuradi. Bugun ular birlikda Mehribonu xonimning yeniga kirib kelganda, uyda o'ltirganlar hammadan bakrak Minis oppoqqa diqqat qildi. Xushnabonu oppoq ustiga ovarang so'chuvdan, Minis oppoq bo'lsa suz qizil so'chuvdan ko'nglak kiygan. Bu ko'nglaklarning etiki, yanglari bak kang bo'lib, etek va yang uchilariga do'lqinsimon ilmi ilingan. Bu ilmi gullari dengiz to'lqinlarini yoki yomg'irdan keyingi Hasan Husanni eslatadi. Har birining qo'lida birdan ko'nlaklarining rangida chashma gullik qo'l yog'liqi bor edi. Ular beshiga oltin gul va oltin qadoq bilan bezalgan do'ppi kiyib, ustiga shoyi ro'mol ortib olgan edi. Assalom xonim,
altın boyları esen keldimikin? Dedi Xushnubanu oppoq eshikdan kirib. Hujradagi mehmonlar o'rinlaridan turib, ularga salom berishdi. Xushnubanu oppoq o'rnidan turishga tamshalgan Mehribonuning peshidan tutib pastga tortgan holda: "Hazratlari, bo'ldi turmisala. Har qaysilardan hol so'rab kirdik. Biz o'zlaridan to'liq rozi. Xudoga shukr. Yo'l yiroq bo'lsa-mu, jafo chekmadik. Har qaysilarga ko'pdan ko'p rahmat." "Ho'y, jafo tortmadik demisala. Hammalari o'ltirishib qolsala. Yo'l azobi, go'r azobi deyishidi. Shuncha uzun yo'lni besib bu yerga kelmak oson ish emas. Xenimning rizqi bizning shahrimizga, esil o'rdimizga tushibdi. Buning uchun Alloh taologa shukr aytamiz." Minis oppoq so'zigach, Xushnubanu oppoqning yeniga kelib o'ltirdi. "U yerdagi qudullarimiz Sumanaxon, Xalzodbeklar tinch amon turgandi. Xudoga shukr, hammasi tinchlik. Hammalarga qudilik, sig'inishlik salomlarni elib keldik." dedi Ilibeklardan birining ayoli Rohilaxon. U muomalaga usta, tili tatliq ayol edi. "Rahmat xenim. Alloh nisib qilib Sumanaxon qudimizni kelgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'lar edi, ha? Yurtimizni, o'rdimizni ko'rib, bu muborak to'yimizga qatnashib kelgan bo'lsa edi." "Iloj qancha? Qiz ko'chirganda onasi kuy o'g'il tarafga billa berish qoidada bo'lmagandikin, bundaq chaqlarda onalar hasratini ichiga yutmoqdan boshqa amal yo'q. Xenimning ta'liyi bo'lgan. Bütün Qumul zeminining mirosxo'ri va bütün puhraning xo'jasi shoni shavkatlik Vang janoblariga yotliq bo'ldi. Bu bir tugumas baxt. Sumanaxonza qizining baxtini tilagan ayolkan. Xo'sh, biz biri hammalarni harmadashqa, yana biri to'yning tartibini ma'lum qilishga kiraverdik. Xenim og'chilog'i ma'lum bo'lsinki, bu yerdagi to'ymo 9 kun elib beriladi. Bugundan boshlab ati kechgacha Mehribonu xenimdan tortib hamma mehmonlar hardoq oladi. Mehribonu xenim yaxshiroq uxlab aram elishi, munchiga tushib yuyinib tarinishi zarur. Ordining dedaklari xenimning hamma xizmatlariga tayyor. Rahmat." Mehribonu xenim jimjit o'ltirdi. Minis oppoqning qorisidan eqi to'li ko'zlari uning beshidan oyog'iga yugurmoqda edi. U ichida: "Ho'y, yandagi quyruqning a'tibori yo'q degan shu-da", deb qo'ydi. Uning ko'zlari Mehribonuning oydek yuzidagi bilinar-bilinmas chechak izlari ustida tomosha qildi-da, yana og'zini ochdi. "Anglasak, xenimning aksi Nusrat begimni bu ishga norozi bo'lib, sayron bo'yig'icha agishib ketdi deydi-ku. Bu rasmo xenim?" Hammasalam bu savolni ortiqcha deb qaradi bo'lg'ay, hech kim javob qaytarmadi. Xushnubanu oppoq hech kimga to'ydirmay, Minis oppoqni no'qib qo'ydi. Minis oppoq gapining oxirini so'zlaverdi. "Xo'sh, amsi biz chiqayli xenimlar. Ras, deb qo'yadigan yana bir gap bor edi. Ati kechda Mehribonu xenimni Van xo'jamning hujrasiga ko'chirib kiramiz. Buni hammalari yodillarda ching tutqayla." Bu gap bilan Xushnubanu oppoq sal qizargandek bo'ldi va tezda o'rnidan turib, mehmonlar bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Ikki oppoq qorong'u talong'u tushganda urushib qoldi. "Hay Minis oppoq, Nusratbekning ishlarini so'rab nima qiladilar? Yana texi Van xo'jamning hujrasiga qizni ko'chirib kiramdiq, yoki Van xo'jam qizning oldiga o'zi kiramdi. Bu haqda Van xo'jam bir narsa demasa, o'zlarining nima haddillari? Ya Allah, bu oppoq sarang bo'lib qopdi-ku hamdi. Hay, biz qizinglarni beringlar demadik, ular o'zi qizimizni beramiz dedi. Van xo'jam nimishqa oldiga kiratdi uning. Qizni Van xo'jamning oldiga elib kiramiz. Yey, tayinli xenimkan-ku u. Undaq cho'qir xenimga nimachilar qiladilar? Qumuldimi neni qizlar bayidi-ku? Ha, bildim. Singillarni beralmaganning dardikanda bu. Van xo'jam alay demisi qandoq beradilar? Voy, tuzuk gap qilsalar-chimo, chashirni no'lab tashlama yana. Bo'ldi, o'zlarining ras. Deb
jidalni besib qo'ydi Xushnibonu oppoq. Bo'lmasa, Minis oppoq qilchi yuz xatiri qilmay, o'rda haq orisi demay og'zini buzib urishibli ketadi. Minis oppoq bilan Xushnibonu oppoq chiqib ketgandan keyin hujradimi g'ulg'uli ko'tarildi. Minis oppoqning xenimni Van xo'jamning hujrasiga elib kiramiz degani ularga qattiq ig'ir kelgan edi. Bu gap bilan Mehribonu xenimning beshiga chaqmoq tushgandek bo'ldi. Elidek yiroq joydan qizni ko'chirib kelganning ustiga yana Van xo'jamning oldiga akirib berdi ekan. Bu qaysi qoidada bor ekan? Mehribonu tavcho'ng bo'lib mushu kunga kelguncha o'z erkini ilkida tutib, o'zining izzat hurmatini saqlab kelgan qiz edi. Shunga bu gap uningga bakmo xor keldi. U do'sti ham qo'ldishi Bibi Sarani yiniga tortib shundoq dedi. Anglab qo'ying do'stim. Almisaqdan bunda qoida yo'q. Bu bir xo'rliq. Bibi Sara nurg'un narsalarni biladi. Umu do'stining ta'siri bilan xeyli kitoblarni o'qigan. Shunga u bayatdan o'ylab o'ltirgan gaplarini hammasiga anglatib dedi. Allah Taala Adam otaning bir tal qovurg'isidan Havo onani yaratgan bo'lsa-mu, Adam ota jannatga isil taom, isil nozi ne'matlardan ko'ngli yayrab, Havo onani yiniga kelishga ishorat qilibdi. Ammo Havo ona Adam otaning yiniga borg'ili unimay, o'zing kel debdi. Adam oti yana Havo onaga ishorat qilib, yinimga kelgin debdi. Havo ona xolisang o'zing yinimga kel deb unimabdi. Axir Adam ota Havo onaning yiniga o'zi kelibdi. Shuning bilan qiz ayollarga elchi avatish, to'yliq selish, qizning hujrasiga yigit o'zi kirish odat bo'lib qolgan ekan. Har qancha bo'lsa-mu, Van xo'jam Adam otidan ustun emasdi. Uydagilarning hammasi kulishib ketdi. Mehribonu bu gap bilan qaytadan jonlanib qoldi. Qani, vaqt kelganda deyishib boqamiz. Ya bo'lmasa, eliga qaytib ketamiz-chi, dedi Rohilaxon. Hammasi shuning bilan jimib qilishdi. Atsi kech kirdi. Namoz shamdan keyinla hujraga yana 30 yoshlik elilik xonimlardan ikkisi. Minis oppoq, Xushnibonu oppoqlar birlikda kirib kelishdi. Mehribonuning yonidagi boshqa mehmonlarni boshqa hujralarga taklif qilishdi. Qiz yangi kiyimlar bilan yasandirildi. Bu chaqda Bibi Sara Rohilaxon bilan pichirlashib bir narsalarni deyishib olgandan keyin Bibi Sara hujradan chiqib ketdi. Rohilaxon, har qaysilarga deydigan gapimiz bor edi. Xo'sh, davasizlar xinim. Biz burun yat bo'lsak, endi o'z bo'ldik. Qudu bo'lish degan, urug' tuqqan bo'lish degan gap. Biz Mehribonu xonimni 30 kech kunduz degidek yo'l yurib, Van xo'jamning o'rdisiga ko'chirib keldik. Endi biz yana bu hujurdan Van xo'jamning boshqa uyga yo'tkab yursak bo'lmas. Almisaqdan beri kelayotgan qoida bo'yicha Van xo'jam bu hujraga o'zi kirsin ekan. Voy, bu degan bir yurtning podshohi. Podshoh degan bir cho'rining oldiga kiramdi. Qamlashmagan gap bo'ldi-da bu. O'sirni besivasala Minis oppoq. Mehribonu xonimmi Van avlodidan, cho'ri qiz emas. O'siri degan-ku, iroda taqdir shundoqkan deb. Bu-mu Alloh taolaning irodasi bilan bo'layotgan ish. Biz bu ishlarda qoidani buzsaq bo'lmaydi. Van xo'jam janoblari shariatdagi qoida qonunlarga bo'ysunadi. Van xo'jamning esil fazilati shuki, u hamma odamni hurmat qiladi. Afsuski, hozirgi bu ishda texi bir qarorga kelganimiz yo'q-ku. Ammo hozir Hekimbek janoblari Mehribonu xonimni Van xo'jamga bersak demagan bo'lsa-di, bu ishlarmi bo'lmas edi. Xonim og'jilar to'lib yotgan bu shahardan otlab chiqqanimizning sho'ri shu. Bu gap mehmonni chillab kelib urgandek bir ish bo'ldi. Mehribonu endi bu yerga kelganiga pushaymon yeb qoldi. Hazrat Hekimbekka la'nat o'qidi. Uning yoshlari
yomg'irdak to'kildi. Rahilaxonmi bir narsa daydab turadi. Shu asnoda kutilmagan bir ish bo'lib, "Van hocam keldi!" degan ma'lumchining ovozi anglandi. Hujradagi ayollar quloqlarini din qilib sirtqa qarashdi. Ko'p o'tmay hujraning eshigi ochildi. "Van hocam keldi!" degan so'z yana bir qitim takrorlandi. Uydagi ayollar o'zlarini daldiga elishdi. Rahilaxondan boshqasi ichkariga hujraga kirib ketishdi. Van hocam ikki sipohining hamrohligida hujraga kirib keldi. Van hocam karavotga udul qo'yilgan yumshoq sapoga o'tirdi va duoga qo'l ko'tardi. Andin yuzlarini siypab birdak "Xonimning oltin bo'yi eson turdimikan?" deyishdi. Rahilaxon Mehribon uning qo'ltig'idan yo'lab o'rnidan turg'izdi. Ikkalan birdak Van oliylariga salom berdi. Muhammad Beshirvan yenidagi sipohga qarab so'zladi. "Xonimlarning ordiqi chiqib qolsin deb, hormidab kirolmadim. Apu qilg'aylar." Van hocamning iltifoti bilan yaxshi turdik. Oliylariga ko'p rahmat. Arzimaydi. Bu chaqda patnislardan turli meva va non, to'qach, choy ko'tirib dedeklar kirib kelishdi. Choydan keyin sipohlardan biri qo'l ko'tirib, "Mehribonu xonim bilan Van hocamning to'yiga muborak bo'lsin" deb yuzini siypadi. Ishkarki konliq uyga kirgan 4 ayol Qumulning qoidasi bo'yicha yotqan selishga tutish qildi. Ular oldi bilan avval o'zlaridan kelsin desa, avval o'zlaridan kelsin deyishib bir-biriga tuzut qilishdi. Andin taraf bir ta'tilla ko'rpini tortdi. 4 xotin 4 peshidan mahkam tutib, pastga besib turib soldi. Hamda 4 ayol ko'rpining 4 peshini shamol kirib ketmasin deb tizlarining ostiga pesishdi. Andin qiz tarafning ko'rpisi selindi. Ularmi ko'rpini avvalgidek tizlarining ostiga besishdi. Shu tariqada 4 ko'rpa selingandan keyin yotqanlar selindi. Yotqan ko'rpa bek ko'p bo'lganlikdan 4dan 4 tili selindi. Bo'lmasa, hamma yotqan ko'rpini selish, yotqanning ustida kuch sinish odati bor edi. Elili xonimlarning rayiga beqib bunda qilishmadi. Yotqan salgan ayollari tashqariga uyga chiqdi-da, Vanga pukilib ta'zim qilganicha sirtqa chiqib ketishdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Changvang nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Vangning jamolini ko'rish avom puhroq durust emas ekan. Shunga Chingvang sirtlarga chiqqanda butun xalq yuzini yagi qilib ta'zim qiladi ekan. Vangning qarsi yo'qolguncha beshini yadin ko'tarmaydi ekan. Qiz bilan yigitning qo'ldoshlari birlikda nashti qiladi. Xonimmo hujurlarga yo'tkilib, yuzini yipib yurmay, biz bilan birga o'ltirg'aylar. Ulug' Vang hocam janoblariga ma'lum bo'lganki, yo'l yiroq bo'lgan bilan ko'nglimiz yiqib. Bundaqcha aytganda, biz yiltizimiz bir urug' tuqqanlardan